Hikoya O'g'ri. Avtori Habibulla Ablamid. Bir mushuk sizga yaxshi do'st bo'ladi, ammo hargiz qul bo'lmaydi. Teofil Gauter. Jiring qilib eshikning qo'ng'irog'i jiringlab ketdi. Men darhol berib eshikni ochdim. Oldimda astinqi qavatdagi egiz bo'yliq girman ayol xo'shnam, chiroyi so'lg'in, rangi ungan, bir jup ko'k o'ri ko'zlari texmi o'ltirishib ketgan. Egiz ilmak burnining uchi qizirib, jilitdak nepiz lavlari titragan holda oldimda turadi. Ayol oppoq mang'liga tushib olgan oltindak seriq sochlarini zilva qo'lining notidak yumron barmoqlari bilan orqasiga tarab turib, menga aldirapli salom berdi. Menmi salomni darhol ilik oldim. Ayol menga "Tobiyasni ko'rdingizmi?" deb so'radi. Men darhol nima so'rayotganligini anqirolmay qoldim. Chunki Tobiyas degan bu ism o'g'il bolalarning ismi edi. Bu Girman cho'kanning 6 yoshlardagi bir qizi borligini bilatdim. Shunga darhol "Tobiyas kim bo'ladi?" deb savolni o'ziga qaytardim. Ayol sal ta'jiblangan holda: "Kechirsiz, siz bilmaydikansiz-da, Tobiyas mening mushkum. U tunugun kechidan beri yo'qab ketdi. Shundan buyon izdimigan yerimiz qolmadi. Kechida sizlarni biyaram qilib qo'ymayli deb so'ramagan edim. Bugun sahardala kirishim. Kechirsiz. Tobiyasni olim-adis biror hodisaga yo'liqib qoldimikin deb qattiq ansiravatimiz" deb qo'lida tutib olgan A4lik qog'ozdan bir varaqni menga tanglab, "Bu Tobiyasni izlash e'loni. Agar ko'rsangiz, darhol bizni xabardor qilib qo'yarsiz. Ha, rost, qizingiz Tobiyasni bak yaxshi ko'ratdi. Qizingiz maktabdan kelganda beshimizga kelgan bu balo qazodan xabardor qilib qo'yasiz. Rahmat, vaqtingizni oldim. Xayr xo'sh" debla aldirab, paloqlab tövanga tushib ketdi. Bugun odatdagi dam olish kunlari bo'lmasimi, o'zim uyda azroq shaxsiy ishlarimni qilish uchun yillik dam olish kunlarimning hisobiga dam olgan edim. Shunga uyda yolg'izdim. Qo'limdagi qog'ozga qardim. Qog'ozning oq yuzida ko'p ikki ko'zi chaqnab turdigan, tuklari val-vul paqirab turgan, qop-qora bir mushukning ajoyib surlik surati turadi. Bu mushuk albatta menga ancha notanish emas edi. E'lon qog'ozining ostiga mushukning ismining Tobiyas ekanligi, yeshi, yo'qab ketgan vaqti va egasining ism-familiyasi, adresi, telefon nomeri yeziqliq edi. Bu xabardan keyin mening qo'limmo, aqlimmo ishqa bormadi. Oxiri xo'shnamning ozroq bo'lsa-mo dardiga yetish uchun e'lon qog'ozini chiroyli qatlab yonchuqimga soldim-da, taloga chiqishga taraddud qildim. Yoz kunlarining chashka vaqtlari bo'lg'achqa, bulutsiz ko'kning bag'rida cho'g'dak qizirib turgan quyosh o'z abdini tabiatga o'ptalli ko'rsatgan edi. Men uyimizning orqasidagi 300 metr yiroqlikdagi ko'l bo'yiga qarab yo'l oldim. Bugun dam olish kunlari bo'lmag'achqa, ko'l bo'yida odam ancha yo'q edi. Agar dam olish kunlarida bugünkidek havo isiydigan bo'lsa edi, bu ko'lning atrofi ba'ayni bir sayohat rayonidek har tarafdan kelgan yosh qerlar bilan to'lib tashqan bo'ladi. Men
ko'lning yanlaridagi bo'kkida dal-daraxtlar bilan qaplagan chig'ir yo'lni bo'ylab atrofga inchkilik bilan qarab, Tobiyas uchrab qolarmikin degan orzu umid bilan aylanib mangdim. Bugun atrofda Tobiyas turmoq, ko'lning zumratdak sup-suzuk suv yuzida erkin o'zib yuradigan rangarang beliqlar ko'rinmaydi. Chunki havoning issiqligidan ularmo ko'lning tagtiga sho'ng'ib ketgandi. Ko'lda g'aqildab balalarni orqasiga selib o'zib yuradigan o'ydaklarmo ko'lning yonlaridagi kichik shahobchilardagi qo'mishliqlarni o'ziga panoh qilgan edi. Chig'ir yo'lning yonlaridagi ushshaq tashlarmo yerilib ketgidek qizib ketgandi. Chig'ir yo'ldagi majnun tallarini suvga tashlab turgan so'gatlarning qilin qasroqliq yuzlariga 100 metrdan orliq tashlab Tobiyasning rasmi bor izlash e'loni chaplangan edi. Men ko'lni bir aylanib, ko'ldan sal yiroqdagi daraxtlar orasiga qo'yilgan o'rindiqqa kelib o'ltirdim. Aldımda sozulib yotgan ko'lning ko'p-ko'k yuzi bir aynak taxsidek paqirab turadi. Yandan bir girman bovay ko'lning o'ttirsiga qarab uzivatadi. Bovayning bo'ynidan suv yuziga chiqib turgan paynak beshi saharda suvga chiqib eqitib qo'ygan sahroliq qizning qopqidek larzan laylab ketavatadi. Shu hamon xiyolimdan ana vatanimning sukunat ichida yotgan ashu go'zal sahrolari kezishga boshladi. Ko'zimni qapoqdan uzib yonga qardim. Yondagi oq terakning suzuk yuziga chaplangan e'londa ko'p ko'zlardan o't uchqunlarini chaqnatib turgan nemisning askarlaridek quyuq chochlarini tik qilib Tobiyas manga o'rpib turgandek ko'rindi. U manga qarab, biz shuncha yillik xo'lim xo'shni turib, biror qatimmo salom bermiding deb ochiqlangandek qiladi. Germaniyada mushuklarning o'rni bakmi yuqori edi. Ularning isil doktorxonalari, salomatlik va qiyirliq sug'urtasi, hatto yetimxonlardan tortib bor edi. Ularning bu yerdagi qonuniy o'rni bizning vatandagi insonlarning qonuniy o'rnidan necha hassa yuqori edi. Ulardagi erkinlik vatandagi insonlarning muqaddas g'oyasidir balki. Ikkinchi, hey deb tortib cho'nqur nafas oldim. Chunki mening mushuk haqida o'smirlik chog'larimdan qolgan tragediyalik bir kechirmishlarim bor edi. Bundan 40 yil muqaddam bir kuni mahalladagi bolalar bilan xalq askarlari chiqib xarobalikqa aylantirib atgan mahalla masjidining ichida mükümükülan o'ynayotdik. Men mükümen deb bu xarobalikdan saqlanib qolgan eski tomning yeniga keldim. Qilin tomni o'yib yasalgan mihrobda bir kichik mushukning yotganligini tuyuqsiz ko'rib qoldim. Mushuk meni ko'ribla beshini darhol ko'tarib, yulduzdek paqirab turdigan urkak ko'zlari bilan qardi. Ondan sal o'zini o'ngshib olib, shunchalik sabiy, shunchalik pok bir qalb bilan manga talmirib miyav dedi. Uning bu miyavlishi mening olmadak yuragimni titratdi. Aslida mahaldagilar ibodat qiladigan bu muqaddas joyni bir kechidala mo'rilariga qurollar asqan, qo'llarida ketman go'rjaklarni tutgan 40-50 ga yaqin xalq askarlari ur choq qilib chiqib o'tib
imom bilan mazimni tutib ketgandan beri bu mihrobning yeniga bir inson kelib boqmagan edi. Mana bugun bu beg'ubar mushuk o'zi yolg'iz mihrobda ana ashu beguna solangan insonlarning erkinligi uchun e'tikobda o'ltirib duo tilavat qilib Allohga munojat qilayotgan darvishlardek ko'zimga cheliqdi. Men mushukning yeniga asta qadam elib keldim. Mushukmo asta kelib hech yiqmay qo'limni purdi. Men uning qo'rsqining och ekanligini darhol his qilib, mushukni qo'limga paplab oldim. Mushuk bakmi yumshoq ham kichik edi. Balki onasi o'lib ketgan yetim bola bo'lishi ehtimolga bakmi yaqindi. Uning pili qurtidek qoshlari, ko'k yoqutdek poqiroq kichik ko'zlari bor edi. Uning kulrang yumron tuklarini barmoqlarim bilan asta seyladim. Uningga xo'sh yoqdi bo'lg'ay, ko'zlari yumilib ketdi. Uning kelishgan burnining uchida kichik bir oq bulut parchasi va qopchidak quyruqida oq baldaqlar bor edi. Uning o'maq bejirim lavlari ochiq bo'lib, kulib turgandek ko'rinadi. Men bu mushukni bakli yaxshi ko'rib qolgandim. Men darhol uyga qarab badar chopdim. Choyxonada o'ltirgan opam mening ikki qo'lim bilan bir kichik narsani avaylab tutgan peti taladan uchqandek yugurib kirganligimni ko'rib, darhol o'rnidan turib, "Hey, bangvash bolam, sana nima bo'ldi? Qo'lingdagi nima u?" deb savol so'roq qilishga boshladi. Men qo'limdagi mushukni ko'z tutib turib, "Buning ismi Arslan. Men masjiddan tepib oldim. Endi Arslanni o'zim boqaman" dedim. Anam, "Balam, qo'rada dadangning ishti bor. Ish bilan mushukmo chiqish olmaydi. Ham dadang mushukni yaxshi ko'rmaydi. Buni senmi obdan bilasan. Shunga dadang kelgicha darhol ko'zimdan yo'qot" dedi. Men darhol norozi bo'lgandek bo'lsam-mu, dadamning paylidan qo'rqib, mushukni masjidga olib chiqib, o'sha yerda beqishga opamni ma'qul degizdim. Opam menga bir kichik to'mir qacha, bir quruq botilkaga suv qachilab berdi. Ham qo'limga kichik to'qashdan birini tutqizib, talog'i yo'lga soldi. Mana mushu kundan boshlab Arslan mening jon do'stim bo'lib qoldi. Arslanni o'zim tujuplab toza obdan baqdim. Qassoblarning oldiga erinmay berib, ba'zilarini yig'ib kelib beratdim. U meni ko'rgan aman ikki qo'lini mo'ramga ilib, akilab, o'skilang burtlarini menga surkab ketadi. U mening bu sabiy ko'nglimdagi mehr shafqatni his qiladi. Menmi uning bilan baxtiyor bo'latdim. Men har kuni saharda maktabga menishdan burun kichik Arslanni bir yo'qlab etib, ondan mang'atdim. Maktabdimi Arslan xiyolimdan hech ketmaydi. U asta-asta mening jon do'stimli bo'lib qolmay, balki u masjiddan iborat muqaddas joyda turadigan, u yerda ko'zimga ko'rinadigan mening ro'yimga aylangan edi. U ba'zida ko'zimga bir bahodir yigitdek ko'rinadi. Uning ko'zidan erkinlikni, hurlikni ko'rgandek bo'latdim. Men uning bilan ko'p vaqtlarimni birga o'tkazatdim. Uning bilan kalla, mollaq bo'lib o'ynaytdim. U bir o'qib tugatgili bo'lmaydigan esil asarga o'xshaydi. O'qigan siri shunchalik ro'yim jonlanadi.
Mən onu güldək yaxşı görgənlikim üçün tırnaqları manga heç sançılmaydı. Sançıldı degəndimmi, mən heç ağrıq his qılmaydım. Onunğa aşqan taşqan нәрсіләні, insan yemeydiğen bəzlərini berib, onundan insanda yox bebaha нәрсіләgə ega bolatdım. Onundan söygünü ögəndim. Söygünü özara bölüşüp, birlikdə bəxtiyar bolışını ögəndim. Birisiga bir nərsini berishni, vaqt ajırtishni, pəpləb, pərviş qilishni ögəndim. Bu arqılıq sağlam balılıq ruhni yetildirib mangdım. Çünki Arslanda şunchalik güzel bir ruh bar idi. O özünü yaxşı ko'rsataman deb zinhar yolg'ondan xufsallik qilmaydi. Qandoq bo'lsa shundoq ko'rinadi. Qandoq ko'ringan bo'lsa shundoq qiladi. Biz bu hayotni yashayotgan bo'lsak, u hayot bilan jang qiladi. 3. Odam hamisha ko'ngillik o'tmas. Gul-giyalar bir kuni to'zmay qolmas. Degandek, Arslan bilan kunlarimiz ana ashundaq baxt ichida o'tayotganda bir kelishmaslik bo'ldi. Bu kelishmaslik ana ashu kunda har ikkimizga tang bo'ldi. Bir kuni tushda choyxonada tamoq yeyotsam, taladan anglanayotgan o'g'ri tutilibdi degan ovoz qulog'im tubida jaranglab ketdi. Tamog'imni qo'yibla talaga o'qdek yugardim. Talada bir to'p balalar tar ko'cha tarafga qarab patraqshib yugurib ketyapti. Menmi bu voqeadan quruq qolmaslik uchun ularning orqasidan badar chopdim. Ma ishni ko'mamdigan bala qaza ko'rinib kelmas put qo'lini sangiltib deb ma'limizdagi Abdul Tarsa degan mendan 5-6 yosh cho'ng, maktab yuzi ko'rmagan ko'kama jo'ndak qo'lida bir qozoq qamchisini tutgan holda atrofdagilarga bor kuchi bilan vaqirab, "Hammangga ibrat bo'lsin. Kim akang qarg'ayning kaptirini o'g'irlaydi ekan, oqibati mana mushu o'g'irdak bo'ladi. Men bu o'g'ri mushukni daraxtga mixlab, mushu qamcham bilan urib, o'ltirib, o'g'irlarning hayvisini yerga uraman." Debla qamchi tutgan o'ng qo'lini gezi ko'tarib, varas-vurus qilibla, ikki qo'li bilan oq terakka kichik mix bilan mixlangan, ikki puti havoda pulanglab turgan Arslanning dumbisiga urg'ini turdi. Bu manzarni ko'rib, as-hushimni yo'qotgan holda, g'uchchida tutgan qahrim bilan u badbaxtning chatirqiga toza keltirib birni tepdim. U "Voyjon!" deb tugilib o'ltiribli qoldi. Men berib qon ichida daraxtga chaplashib, ingrab, miyanglayotgan Arslanga esilay deyishimga, u o'rnidan turib, meni bor kuchi bilan tutib, bir atqanti. Suvsiz eriqning ichiga bir bog'lam bug'doydek chugilib tushdim. U yugurib kelib, manga devaylab, "Bu sening oliy qanot yetim o'g'loq o'g'ri mushking. Mening bir jup mollaqchi kaptirimni yevatdi. Uni o'ltirmasam hargiz o'chim chiqmaydi" deb meni yana birni tepdi. Men levimni tishlab turib, "Arslan o'g'ri emas. U undaq nonkor emas. Uning kaptiringni yeganligini qandoq bilasan? Uni qo'yivat. U hargiz kaptar yemaydi" deyishimga, u so'zimning qoq belidanla uzib, do'day kalpiklarini titirtib, yo'g'on qo'llarini shiltib, guruy gardisini oldimga egib turib, bir haftaning oldida bu o'g'ri mushukning
kattigimning oldida piqrab yurganligini ko'rgandim. 2 kun bo'ldi. U bir jup mollaqchi kaptalarim yo'qab ketdi. Kim o'g'rildi ekan deb dargumanda yursam, bugun yana bu o'g'ri mushuk kattigimning oldida paydo bo'ldi. Shuning bilan o'g'rining kim ekanligini endi bildim deb kaptalarimni och ko'zlik bilan yevatgan o'g'rini oram tutdim. Endi texe qo'yib o'tamanmi? Ahli mahalladagilarning oldida o'ltirib, jojisini berib, o'zimning kim ekanligini bir ko'rsatib qo'yman. Hey shumtak, bu o'g'rini qutuldiraman deb xiyol aylama. Deb chavusini chashdi. Men o'rnimdan ming tasdi turib uningga gap bo'pti-da. Bu haqiqiy o'g'rini tutmoqda yo'q. Beguna Arslanga uval qilyapsan. Arslan xalqning narsasiga chiqilmaydi. Uning ko'ks qarni to'q. Uningga naqchilik qilma. Deb uningga kuchim yetmagandikin, ya atrofda, ya uyda menga hozir bo'lishadigan birasi bo'lmagandikin yalvarishga boshladim. U pasiq menga vaqirab, qo'lidagi qisqa qopchisini shiltib turib, "Endi yana o'tөt-pötöt deydigan bo'lsang, senimi daraxtga bog'lab, qamchamning ta'mini mana mundaq tetitiman" debla daraxtda miqloqliq Arslanni 2-3 qamchi soldi. Bu jangva bar kuchini yig'ib, Abdul Tarsaga qarab, ko'zlaridan g'azab o't uchqinlarini chochirtib, sadapdak tishlarini bir-biriga kirishtirib, butun a'zoidagi tuklarni tik qilib, bar kuchi bilan ba'ayni yo'lvosdak o'kirdi. Rayimsiz Badra mening yalvurib eslishlarimga qaramay, shafqatsizlik bilan yana birini urg'andi. Arslan bar ovozi bilan chiqirib, qattiq silkindi-da, 2 qo'li mixdan ajrilib, eriq ichiga o'q tekkan qushdak pokkidi tushdi. Dal mush chaqda kommunaning ko'ktatligi tarafdan 2 bola yugurib kelib, "Abdulka, kaptiringni chulongning tati yevatgan o'xshaydi. Ularning ko'ktatliqqa tutashgan tam tüvediki yundillari orasida 2 kaptarning beshi bilan oq paylari turdi" dedi. Abdul Tarsa bu tushma-tush kelgan xabarni anglab, "Yuringlar, aşı yoqqa" debla yerda yotgan Arslanga bir qarab qo'yib, badar tikibetdi. Arqisidan uning sho'rqillariga qo'shilib, hamma balalar badar chopdi. Men darhol eriqda qon ichida yotgan jonsiz Arslanni qo'limga oldim. Arslan o'lgan edi. Uning 2 ko'zdan oqqan qon tomchilari daraxt yo'pirmoqlari orasidan tushgan kun nurida kahrivodak par qilib paqirab turadi. Men qon yo'qig'i mo'langan zabrang yuzini silab turib, o'zimni tutolmay, ho'ngrab yig'lab ketdim. Va "Xap, cho'ng bo'lganda bu o'chimni hargiz olmay qo'ymayman. Sen nochilig'ingni menga ko'rsataman deb xiyol aylama" deb vaqadim. Ondan oq ko'ynagimni yeshib, suyimlik Arslanimning muborak jastini o'rdim. Men cho'ng ko'chaga chiqqan edim. Beguna Habilni o'ltirib, jastini qandoq bir taraf qilishni bilmagan qotil Qobildak Arslanning jastini qandoq qilishni bilmay o'ylanib qoldim. O'z inisini hasaddan o'ltirgan Qobilga ulug' Allah bir qog'ining bir o'lik qushni tumishqi bilan so'rab akilib
ikki puti bilan yerni tatilab, o'rak ko'lab, ondan o'lik qushni ko'mganligini ko'rsatish orqali Qobilga bishorat bergan va inson vaqti kelganda aşı aciz quşchilikmi bo'lolmaydiganligidan iborat bu haqiqatni ko'rsatgan edi. Mening aqlimga darhol ma'limizning tövinidagi olmaliq bog' keldi. Men arslonni aşı boqqa ko'mish uchun tövanga qarab mangdim. Allohizal azroq mang'andan keyin bog'ning orqa tarafiga yetib keldim. Baqqa suv kirdigan so'ngashdan asta o'milab baqqa kirdim. Oq ko'ynakka o'ralgan jasadni bir tup olma daraxining ostiga papilab qo'ygandan keyin bir quruq shoxni sundirib kelib, uning bilan yerni ko'lidim. Ondan ichiga yumron cho'plarni yulib kelib, chiroyli qilib soldim. Oq ko'ynagimning ichidan arslonni oldimda avaylab so'lg'un yuzini masjidning mehrobi tarafga qartib yotqizdim. Ustini oq terakning yaproqlari bilan chiroyli yopdim. Ondan nam to'pini qo'lim bilan teximi yumshatdim. Bismillahirrahmanirrahim deb to'pini chechib ko'mdim. Oxiri atrofdagi rang-marang ichilgan cho'g'liqlarni, lolalarni uzib akilib, gul bilan nam to'pining ustini purkivatdim. Bu ishlarni tartibli qilgandan keyin atrofimga obdan bir qaravitib, qo'limni ko'tarib turib duo qildim. Ey beg'ubar arslonim, palakning gardishi bilan ana ashundoq badroh, nodon, rayimsiz o'ktamlarning dastidan kutilmagan balo qazoga duch keldik. Sen bu olamdan tragediyalik o'lim bilan vidolashding. Ulug' Tangrim begunoh o'lib ketgan arslonimning yotgan yerini jannat qilg'aysan. Ey suyimlik arslonim, menmi cho'qim bir kuni sening yeningga borman. Sen shu chog'da meni qarshi olg'ini chiqasan. Agar jannatda meni qarshi olmasang, hech bir jannat bo'lmay ketsin. Ashu tarsa o'ktamlar umr bo'yi ro'noq topolmag'ay. Mushuklarni o'ltirganlar u dunyoda chochqon bo'lib ketgay. Ashu ikki mollaqchi kaptarni kim o'g'irlab yegan bo'lsa, ashu o'g'rini o'zingning qahri g'azabing bilan halok qilg'aysan. Men ojiz bir bandangman. Men seningdanla madad tilayman. Shunga sening shafqating, sening madading menga yetib oshidu. Amin. 4. Men arslonim bilan judolik deg'i ichida xo'shlashib, maliga kelsam, heliqi qori turk Abdul badbaxt bir to'p atarman chaparmanlar bilan Chulongning qorasiga qartib chalma atqin turibdi. Bularni ko'rib, ishning mohiyatini tunib yetdim. Aslida Chulong degan bu chilliq bir yilning oldida mahallimizga ko'chib kelgan edi. Chulong cho'ng atratning yangi olgan mashinasini haydaydigan shofirdi. Ayoli ishlamay uyda o'ltiradi. Bolasimi yo'qdi. Ular o'ltirgan qora bo'lsa, yeziga surgun qilingan Ahmad muallimning qorasi. Bu 3 egizlik peshayvonlik qoraning olmaliq beg'ining orqa temi kommunaning ko'ktatligiga tutishadi. Mana mushu talaga qarab turadigan darizalarning qapqoqlari, qo'sh qanot darvozalari ko'ksir bilan sirlangan chiroyli qoraga ashu Chulong bilan ta'ti ko'chib kelgandan beri mahallada ancha oromchilik bo'lmayotdi.
Чулыңның аялыны мәлідікі әммісі тәтәй дәпла атайды. О аял дәсләпті bu аташқа açıqlanğanda qılğan bolsunmu, keyin bu ismға könüpmü qalğandı. Bu ayalның bir əski xuyi, öydəki yundularını davamlıq darvazı aldığı çaçatdı. Güppədə gül çiçəkinin puruğu kelib durduğan bu məhəllədə ularning qorosының aldı, əmdi sesiq yundu puraydigan bo'lib qalğandı. Ko'chadan o'tgan kechganlar ashu darvoza oldiga kelganda og'zini etib oladi. Kunda sahar turib eshik oldilarini pokiz supurib, pokiz suv sepib odatlangan mahalla ayollari bu adabsizlikka chidag'uchilikka qolmay hammasi asos qatlamga berib dod aytishgan edi. Shuning bilan asos qatlam kadrlari Tatayning bu bo'lmug'ur qilqini tanqidlagandan keyin eshik oldiga yundi chechishdan qolgandi. Ammo yundini tomdan ortildirib ko'ktatliqqa chachqashqa, ko'ktatliqning yon temining tuvi axlat chava yundi bilan to'shib, u yermi xarobliqqa aylangan edi. Chunki ular Qur'onning aplik bir yeriga kariz qizib, yundini qandaq bir taraf qilishning aplik choralarini bilmaydi. Ham ularda undaq bir madaniyatmi yo'q edi. Shunga hamma narsani aralashtiribla tomdan sirtqa qartib etib, ya boshqalarni, ya muhitni o'ylabmi qo'ymaydi. Faqat vaqtliq aşı paskinchilikdan qutulganiga ular xo'shdi. Bir kuni Tatay manga məhəllədəki östəngni ko'z tutib, ichidagi beliqlarni tutib bersang, pul berman dedi. Men bu gapni anglab, obdan ish ekan deb o'ylab, östəngdagi beliqlarni tutib, uningga akirib berdim. Va azdola choy pulimi topdim. Mana mushu chog'da Qur'ada bir elgakka yib bog'langan tayoqni tiyib, atrofiga bug'doy chechib qo'yganligini ko'rib, ha, bu Tatay amdi uyga bosmoq qurib qushqash tutibdi-da deb o'ylagan edim. Keyin bakmi cho'nqur o'ylab ketmay, muz cho'kining pulini tepish uchun o'z tijoratimni davomlashtirib edim. Mana bugun shuni aniq tushunib yetdimki, heliqi bichora ikki mollaqchi kaptarlarmi mushu basmoqqa tushib, bu rayimsiz och ko'zlarning qurbonlariga aylangan ekan. Abdul Tarsamo bu ishning tegi-taktini aniq bilgan ekan. U Tarsa Tatayni tutib, daraxtga bog'lashga qudrati yetmagandan keyin yiroqdan turib, qo'rasini chalma kesak qilishdan boshqa abchil qisos elishning chorasini topolmagandi. Ammo oz vaqt o'tmayla soqchilar kelib, u Tarsaning ikki putini bir o'tikka tiqib tutib aketdi. Gunohsiz Arslanning qotili jazolangandi. Ammo heliqi o'g'ri yanala adolatning jazosiga uchramagan edi. Balki undaqlar ta hozirgacha o'g'irliqini davomlashtirayotgandi. Balkim. Biroq mening o kichik Arslanimdek begunoh g'amguzarlar ashu o'g'rilarning kasofatidan ahmoqlarning oyig'i qamchisi ostida ezilmoqda. Ingrab jon bermoqda. Yosh o'smirlarning eng go'zal bolaliqimi ashu rayimsiz oyoqlarning qamchilarning ostida ezilib xorlanmoqda. Va ularning hayoti ashu ochko'z o'g'irlarning tahdidiga uchramoqda. Go'zal ruhlar alamlik qiynalmoqda, zorlanmoqda. Ashu kichik qadrlik arslanlarning pok so'ygisidan sabiy bolalar mahrum bo'lmoqda. Men
Öz xiyal dunyarimdan oyg'unib, beshimni ko'tarib, ko'kka qardim. Ko'kdagi quyosh üstümdə aşı mening o'smirlik chog'larimdagi eng söyümlik do'stum ham ruhimning quvvat manbasi bo'lgan kichik arslanimdek manga tabassum qilib turadi. Andin menmu daraxtdagi Tobiasga tabassum bilan qardim. Chunki tabassum o'g'irladili bo'lmaydigan axloqliq insonlardagi eng go'zal fazilat edi. 2017 yil 6 oyning 15 kuni